Yekirak eklanga maloboni oldin qator bir yo'llab bergandim. Elga Biloljon tetpekma. Gazetni o'chajma ovozini alanglar. Anka. O'lchamning darajasini yo'llab etdim, ko'rib bugun o'ylanglar. Bekni o'chaylikni shundami ya? Haqiqatini yo'llab etdim, ham ko'rib foydalanib qolinglar. Yaxshimsizlar ko'pchilik, men seni tortgash bo'lsam, sen javob bilmayman. Oldin qator men chilg'an turim chiqarsam, jiq tordashlarma. Sag'an material o'sib dardaman teplanmay qoldi, qaysim bo'lsa yo'llab bersanglar degan bo'ldinglar. Lekin men oldirishliqda tezbek javob qaytib olmay qoldim. Shuning uchun men yana bir qator bir o'lchamlikni yo'llaydi buni. Men materialni tayyor qildim. Endi boshlab ketdilar. Biz avval yana o'xshash loboni men misholat to'g'ri olmaysa, buningga 200 gram shika, 200 gram tuz. Men selib buni ras aralashtirib, mana suyun chiqarib etmasa, men misholat aralashtirsanglar bo'ldi. Yekirak ekan, buni aralashtirsak, bir birash mas aralashtirsak, mishta suv chiqadi. Ha, buni mishta suv chiqsa aralashtirmaymiz. Enkisam buni muzdek suv ichqata chaqaymiz, ha. Mana ha, buni muzdek suv chaqib, bayatdan chaqgan tuz, shika, anasini chiqarib etmez, ha. Misholat chaqsak bo'ldi, ichqata chaqasak bo'ldi, ha, ravz. Qilsanglar, mishta igilga alat ekasanglar bo'ldi, ha. Uni kendin buningga eng boshda az miqdorda samsak, shansay, muhim limon, ha, limon. Uni kendin men ko'p menja manasini tayyor qilib olamiz. Buningga mana shika 250 gram atrofida, ha. Mana uni kendin men bu chinjo deb qo'yamiz, limon sharbi deb. Buningda mushtumishda 3 yumush bersak bo'ldi, ha. Mana ikkinchisi, mana uchinchisi, ha. Buni 3ni berib bo'ldik. Uni kendin men shendim 1,5 yumush bersak bo'ldi, mana, ha. Mana bir, mana 1,5. Men tuz ta'mini hammani o'z keltirib qo'ydim. Men lashelloda 20ni beraman, mana, ha. Mana lashello. Yerimdan chiqarib qo'ysin bo'lardi, ha. Uning kendin men miso, guruj achchiq suya. Buningdan bo'lmishda 1,5ni bersak bo'ldi, ha, mana. Mana 1. Mana bu 1,5. Uning kendin men oq achchiq suvdan o'xshash. Gramga solib qo'ysak 100 gram atrofida. Bo'lmasa 3 yumushda 1,5 yumush bersak bo'ldi, ha. Uning kendin men xovyodimmi? Mishdanda 1 yumushdan beramiz, ha. Mana 1 yumush xovyo. Men berib avval buni aralashtirib o'tamiz, ha. Mana. Aralashtirib. Ras aralashtirib qo'ygandan keyin mana lobon solamiz. Buni selib yana bir aralashtirib o'tamiz, ha, buni. Mana. Hozir rangga mahalat chiqdi, lekin buni 2 kun qo'ymasa, 2 kundan keyin sho'g'usini ko'rsanglar, o'zingizlar qilib razilab qolsangiz, men o'zim qanaman. Buni misholat chilab qo'yib, 2 kundan keyin iste'mol qilsanglar bo'ldi. Uynagilar men guncha qilishni unutib qolmanglar. Ya'ni bilmagan yavlab qolsa, meni ayron falan uchur qoldirib qo'ysanglar, men bir-birlab tushuntirib deb qo'yman. O'xshagan tomoq yeydiganlar, kuchaqdanlik 5 shifras kelsanglar bo'ldi, ha. O'zim bir qo'lliq, har xil ko'zirlik tomoqni chiqarib o'taman. Men qilamsa, kelaksan kirishaylik.